Apa! Apu! Acha, bu yerga kelib qil, opam uxlab bo'ldi. Ha, uxlab bo'ldimi? Bugun nima uchun baldir uxladi? Bor emas, acha, soatim qarab baqa necha bo'ldi hozir. Voy, men kunda aldirash yurib, soatning necha bo'lganini bilmaydigan bo'lib qoldim jimo. Acha, bu yaqindan buyon bak o'zingni kelgan bo'lib qolding-ku. Mening kunda kelgim batdi, lekin shu bak aldirash bo'lib ketyapti men qara. Shunga bugun sal arsal bo'libdi ekanman. Sizlarga bir o'qishtirib, tamoq etib beray deb kelgandim. Nima yeysizlar? Etib beray. Bo'ldi acha. Biz tamoqni yeb bo'ldik. Ukam, tomdagi dadamning surati ketdi. Bir ay ilvatdinglarmi? Acha, yaqinda buyon opam hadislar dadamning suratiga qarab o'ltirib olgan bo'lib qoldi. Shu opamdan ensirab, dadamning suratini o'z yuragiga kirib oldim. Aras acha, men sana choy qo'yib beray, ha? Ya bo'ldi. Men opamni ko'rib chiqay, ha? Aras. Balalarga Malatyadan ağaç kelgandim. Acha, bu ballaga ziyon qilgan narsani nima qilgansan ko'tarib kelib. Voy. Xotirjam yugursan bo'laverdi. Bu degan shimshimning latyasi. Bizning uyda mendan tatib balalarimga xotirjam yeymiz. Uni ustigacha buni ichidan ichkilik ko'r chiqadi ekan. Andan skanerlasang, havo qozon, qiyma mashinasi, qog'oz, soqolog'ich, jug'lanma nomer qatorliq mukofotlar chiqadi ekan. Jug'lanma nomerni xalqqa mukofot bo'yimiga almashtirib olsang bo'ldi ekan. Xotirjam yugursan bo'ldi, ala. Rahmat acha. Alma meni kirib boqay. Aras acha, opam naqshanlab yotdi yaxchan. Chiqitgan vaqtida Archini ag'a chiqqan. Archi? Opamni naqshanglamdi ekan? Mana yaqindan buyon opam Archida qaplam yotib qoldi. Shunga naqshanlab o'tadi deb faraz qildim. Opam xayrga vaqtida naqsha qamara qo'yib qoldim o'ya. Ama qil kirib qarab boqay. Acha, nima ish bo'ldi? Anglab boqay. Dadamning xo'rak ovozi.